qimmatbaho o'yinchilar, o'sha Ronaldo yoki Messilarni mana ko'rasizlar, hozir kompyuter bitta o'yinda necha kilometr yugurishini bilib beradi, to'g'rimi? 15-16 kilometr yuguradi shu o'yinchilar. Top bilan va to'psiz, ya'ni doim harakatda, mehnatda. Va shunga yarasha e'tibori bor va ularni o'sha komandalari ham shunga yarasha yutadi. Endi bizim ham dumbilbollarimiz bor-ku. Ular eng yaxshi o'yinchisi 5 kilometrdan yugurmaydi bitta o'yinda. Ha shunga yarasha keyin uradi bu yoqdagilar olib kelib bilan. Kecha ham yutqizdimi? Bularni hammasini bo'yniga omoch bog'lab dalada qo'sh haydash kerak. Mana shular na